Putin Tramp bilan kelishuvni bekor qildimi? Rossiya yangi qarorni e'lon qildi. Bu millat yashash huquqiga ega emas. Ukraina qurolli kuchlarining yangi bosh qo'mondoni rossiyaliklar haqida keskin bayonot berdi. Ikki hududda o'g'il-furushlar ushlandi. Ulardan 51 ming dozalik narkotik olindi. Zelenskiy Kreml rejasini oshkor qildi. Putin qish oldidan qanday hujum tayyorlamoqda? Elon Musk kelajakni ochiqladi. Odamlar umuman ishlamaydigan davr boshlanmoqda. AQSh va Saudiya milliardlab dollarlik hamkorlikni boshladi. Yadro sohasida qanday yangi davr boshlanmoqda? Erkaklar, sog'lig'ingizni kechiktirmang. Tez-tez hojatga chiqasizmi? Bel yoki pastki qorin og'riydimi? Bu prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. Prostamix 18 xil tabiiy giyohli Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot. Prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, erkaklar quvvatini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ma'lumot uchun 55 kodi bilan 503 22 00. Putin Tramp bilan kelishuvni bekor qildimi? Rossiya yangi qarorni e'lon qildi. Kreml rasmiylari Putin va Tramp o'rtasidagi Ankorij ruhi deb nomlangan kelishuv doirasida muayyan majburiyatlar bo'lganini ta'kidlamoqda. Ushbu kelishuv Sumi va Xarkov viloyatlarining bosib olingan hududlarini Ukrainaga qaytarish evaziga Sharqiy Donetsk viloyatini olishni nazarda tutgan. Endilikda Rossiya Donetsk viloyatini to'liq egallab olgandan so'ng muzokaralarga qaytmoqchi. Rossiya Mudofaa vazirligi prezidentni 2026-yil oxirigacha bunga erisha olishlariga ishontirgan. Mudofaa vazirligiga yaqin Bloomberg suhbatdoshlarining aytishicha, ko'plab rossiyalik harbiylar buni haqiqatdan yiroq deb hisoblaydi. Ular Donbassni faqat 2027-yil davomida to'liq nazorat ostiga olish mumkinligini aytgan. Kremlning o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga Ukrainaning hujumlari kuchaygani va AQShning ehtimoliy sanksiyalari ham ta'sir qilgan. Jumladan Ukraina Moskvaga va neftni qayta ishlash zavodlariga zarbalar ko'lamini oshirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa senator Lindsey Graham tashabbusi bilan kiritilgan yangi sanksiyalar to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda. Mazkur hujjatda Rossiya gazi va neftini sotib oluvchi davlatlarga 100% sanksiya qo'llash ham nazarda tutilgan. Rossiya neftining 5 ta eng yirik xaridori Xitoy, Hindiston, Slovakiya, Vengriya va Ozarbayjon hisoblanadi. Rossiya tabiiy gazining eng yirik xaridorlari esa Xitoy, Fransiya, Yaponiya, Vengriya va Belgiyadir. AQSh davlat kotibi Rubio 25-iyun kuni jurnalistlarga urushni tugatish bo'yicha Alyaskada taklif bo'lgani, ammo kelishuv bo'lmaganini aytgandi. Agar kelishuv bo'lganida biz urushni tugatgan bo'lardik degan u. Ertasi kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z bayonotida Putin Alyaskada Trampning maxsus vakili Uitkov ilgari Moskvaga olib kelgan takliflarga javob berganini ta'kidladi. Agar AQSh ushbu inqirozni hal etish bo'yicha o'z takliflarini ilgari surgan bo'lsa va boshqa tomon bu taklifga rozilik bildirsa, u holda hech qanday kelishuvga erishilmaganini aytish yumshoq qilib aytganda biroz noo'rin ko'rinadi, degan edi Lavrov. Bu millat yashash huquqiga ega emas. Ukraina qurolli kuchlarining yangi bosh qo'mondoni rossiyaliklar haqida keskin bayonot berdi. Ukraina qurolli kuchlarining yangi bosh qo'mondoni Mikhail Drapatining avvalroq bergan intervyusi yana kun tartibiga chiqdi. Unda Drapati Rossiya va rossiyaliklar haqida o'ta keskin fikrlar bildirgan. Ko'rib turibmizki, bu qo'shni deb ataydigan darajada emas. U umuman rahbariyati bilan birga yashash huquqiga ega bo'lmagan millatdir. U yerda ming yillardan beri na mentalitetda, na imperiyachi ambitsiyalarda hech qanday sivilizatsiyalashgan o'zgarish bo'lmagan, degan edi Drapati. Shuningdek, u Donbass aholisini Sovet ittifoqining sarqiti deb atab mintaqada Sovet merosi va Rossiya ta'siri hanuz kuchli ekanini ta'kidlagan. Bu bayonot aslida 2023-yilda berilgan intervyudan olingan bo'lib, Mikhail Drapati Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlanganidan keyin yana ijtimoiy tarmoqlar va OVDda keng tarqaldi. Drapati 2026-yil iyul oyida prezident Zelenskiy qarori bilan Ukraina armiyasining bosh qo'mondoni etib tayinlandi. U general Aleksandr Sirskiy o'rniga keldi. Zelenskiy ushbu o'zgarishni armiyani modernizatsiya qilish, boshqaruv tizimini yangilash va urush taktikasiga yangi yondashuvlarni joriy etish zarurati bilan izohlagan. 43 yoshli Mikhail Drapati Ukraina armiyasida yangi avlod qo'mondonlarining biri sifatida tanilgan. U 2014-yildan buyon Donbassdagi janglarda, Xarkov yo'nalishidagi mudofaa operatsiyalarida hamda boshqa frontlarda faol ishtirok etgan. Uning tarafdorlari uni zamonaviy urush taktikasi, texnologiyalar va qo'mondonlarga ko'proq mustaqillik berish tarafdori sifatida tavsiflaydi. Ikki hududda o'g'il-furushlar ushlandi. Ulardan 51 ming dozalik narkotik olindi.
Toshkent shahri va Farg'ona viloyatida giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullangan shaxslar qo'lga olindi. Ulardan jami 10 litrdan ortiq gashish yog'i, opiy hamda gashish moddalari aniqlanib, 51 ming dozaga teng narkotik vositalarining noqonuniy aylanishiga chek qo'yildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 1994-yilda tug'ilgan shaxs internet orqali faoliyat yurituvchi narkodo'konda 1 yil davomida omborchi sifatida ishlab kelgan. Gumonlanuvchining yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda 49 ta maxsus probirkaga joylangan 1 litrdan ortiq gashish yog'i, shuningdek 5 ta idishda saqlangan 9 litrdan ortiq gashish yog'i hamda 10 gram opiy giyohvandlik vositasi aniqlangan. Bundan tashqari uning uyidan 35 ming AQSh dollari, 7 ta bank plastik kartasi, 20 ta sim karta, elektron tarozi va xizmat guvohnomasi topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan. O'tkazilgan tadbirlar natijasida 51 ming dozaga teng bo'lgan 10 litrdan ortiq gashish yog'i va 10 gram opiy giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi hamda tarqalishining oldi olingan. Zelenskiy Kreml rejasini oshkor qildi. Putin qish oldidan qanday hujum tayyorlamoqda? Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqin oylarda Ukrainaga qarshi yangi keng ko'lamli raketa va dron hujumlarini amalga oshirishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Ukraina razvedkasi Rossiya nafaqat yangi zarbalarga, balki qo'shimcha safarbarlik e'lon qilish va urushni yanada kengaytirishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida ma'lumot olgan. Zelenskiy bu bayonotni Irlandiya bosh vaziri Michael Martin bilan uchrashuvdan so'ng berdi. U kuz fasli yaqinlashar ekan Rossiya armiyasi frontdagi harakatlarni kuchaytirishi, uzoq masofali raketa va dron hujumlari sonini oshirishi mumkinligini ta'kidladi. Ukraina rahbari xalqaro hamkorlarni havo hujumidan mudofaa tizimlari, o'q-dorilar va harbiy yordamni tezlashtirishga chaqirdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiyada qo'shimcha safarbarlik ehtimoli ham ko'rib chiqilmoqda. Ayrim tahlilchilar ham Kreml yangi safarbarlik uchun huquqiy va tashkiliy zamin yaratishga urinayotganini qayd etmoqda. Biroq Rossiya hukumati hozircha bunday safarbarlik rasman e'lon qilmagan. Elon Musk kelajakni ochiqladi. Odamlar umuman ishlamaydigan davr boshlanmoqda. Elon Muskning fikricha, sun'iy intellekt rivojlanishi inson tarixidagi eng katta texnologik burilish bo'lishi mumkin. Uning ta'kidlashicha, agar hozirgi surat saqlanib qolsa, yaqin 5 yil ichida sun'iy intellekt nafaqat alohida insondan, balki butun insoniyatning umumiy intellektual salohiyatidan ham ustun kelishi ehtimoldan xoli emas. Bu fikrni u so'nggi intervyulardan birida yana bir bor takrorladi. Musk shunday dedi: "Menimcha, sun'iy intellekt taxminan 5 yildan keyin butun insoniyat intellektual salohiyati yig'indisidan ham oshib ketishi mumkin. Bu mening shaxsiy taxminim. Shundan keyin inson bo'lishdan tashqari sun'iy intellekt insonlardan yaxshiroq bajara olmaydigan deyarli hech qanday ish qolmaydi." Tadbirkorning aytishicha, bu jarayon mehnat bozori, iqtisodiyoti va kundalik hayotni tubdan o'zgartirishi mumkin. Uning fikricha, kelajakda robotlar va sun'iy intellekt tizimlari ishlab chiqarish, transport, tibbiyot, muhandislik, ta'lim, dasturlash, huquqshunoslik va boshqa ko'plab sohalarda inson mehnatini katta darajada almashtirishi mumkin. Musk hatto kelajakda odamlar uchun ishlash majburiy bo'lmay qolishi mumkinligini ham aytdi. Uning ta'kidlashicha, yuqori darajadagi avtomatlashtirish va robotlashtirish tufayli tovar hamda xizmatlar ishlab chiqarish xarajatlari keskin arzonlashdi. Natijada iqtisodiyot farovonlik davriga o'tishi, ayrim an'anaviy iqtisodiy tushunchalar esa ahamiyatini yo'qotishi mumkin. AQSh va Saudiya milliardlab dollarlik hamkorlikni boshladi. Yadro sohasida qanday yangi davr boshlanmoqda? Avvalroq AQSh va Saudiya Arabistoni ikkala mamlakatda tinchlik maqsadlaridagi yadro energetikasini rivojlantirishga imkon beruvchi tarixiy hamkorlik bitimini imzolagani haqida xabar bergandi. Ushbu kelishuv tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Bu haqda AQSh energetika vazirligining rasmiy saytida e'lon qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh energetika vaziri Chris Wright va Saudiya Arabistoni energetika vaziri Shahzoda Abdul Aziz bin Salmon Oli Saud 123 ta bitim nomi bilan keng tanilgan tinchlik maqsadlarida yadroviy hamkorlik to'g'risidagi bitimni hamda unga hamroh bo'lgan kafolatlar bo'yicha ikki tomonlama bitimni imzolagan. Aniqlik kiritilishicha, ushbu ikkala bitim birgalikda yadro qurolini tarqatmaslikni o'z ichiga olgan bir qator ustuvor iqtisodiy va strategik maqsadlarga erishishga xizmat qiladigan ko'p yillik va ko'p milliard dollarlik sheriklik uchun huquqiy poydevor yaratadi. 123-bitim Amerika kompaniyalariga Saudiyaning yadro energetikasi dasturiga keng yo'l ochadi. Bu Amerika sanoati, xodimlari va ta'minot zanjirlariga foyda keltiradi. Shuningdek, Saudiya Arabistonining
energetik ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Shu bilan birga ikkala bitim ham yadroviy xavfsizlik, himoya va tarqatmaslikning yuqori standartlarini qo'llab-quvvatlash hamda Qo'shma Shtatlarning fuqarolik yadroviy texnologiyalari sohasidagi raqobatbardosh ustunligini mustahkamlash orqali AQSh va mintaqa xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi, deyiladi AQSh energetika vazirligi xabarida. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.